Assalomu alaykum aka. Bu mashina bilan bizni bir tanishtiringchi. Avvalambor assalomu alaykum. Bu 07 86-yil. Bu balonlari yo'q, motorlarga tegmagan, chunki motorda o'zi yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Rollari ham mes roll qo'yildik. Rollari ham yo'q, hech narsasi yo'q. Buni kraskasi 2% joyga kraska tegmagan faqat. Nimadir. Yechib ketdi. Ketdi jala. Xo'p, qarang mayli, nega bu kuzov yarim bo'lib turibdi? Bu yoq nima boshqa mashina kuzovining anosini qo'yganmisizlar, tomini qo'yganmisizlar. Bu yoq oq, bu yoq rang turibdi. Bu endi siz eski klientimiz bo'lgani uchun siz yolg'on gapirmasdan aytamiz. Bu 3 ta mashina bitta qilingan mashina. Bunga ko'cha-kuyda, dala-polaga borish uchun minsa bo'ladi. Faqat bir 2000-3000 litre rasxoti bor. O'zi pastdan nomerlarga o'zingizning aloqa qilsalaring 10 million deyapmiz, kami bor. Aloqaga chiqaverasizlar. 4 ta yangi balon qo'yib berasizmi, yo'qmi? 4 ta yangi balon aramizdagi bor. Aravaga cho'kib ketib qolgan ekan mahalladagi bolalar. Buni faralari qayerda eng qizig'i? Bunga fara qo'yilmaydi. Bunda ikkita rol o'tiriladi. Sherigi bo'ladi. Sherigi bilan tepada tutib ketiladi mana. Fanar qo'yib ketadi sherigi. Fanar qo'yib ketiladi. Ha. Rahmat aka, siz nomeringizni qo'yib qo'yaman. Kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Mana akamiz o'zi. Xudo xolasa kelishsalaring bo'ladi.